Amerika barliq davlatlardan Xitoyning musulmonlarga tutgan nachar muomalasi haqida gap qilishni talab qildi. Amerika doiralari payshanba kuni har qaysi davlatlarni Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchiligiga, bo'libmi Sharqiy Turkistondagi musulmonlarga qaratgan siyosatlarga qarshi gap qilishga chaqirdi. Janubiy va O'rta Osiyo ishlariga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Alis Velis muxbirlarning savollariga javob berganda, O'rta Osiyo davlatlarining hech bir qozoq, Uyg'ur va Qirg'izni Xitoyga qaytarmaslik va rayonda panohlik tilgan kishilarning haq-huquqlarini qo'g'dash yo'lida ko'rsatgan tirishchanliklarini muayyanlashtirdi. U faqat O'rta Osiyo davlatlari emas, balki butun dunyo davlatlarini Xitoydagi, bo'libmi Uyg'ur avtonom rayonidagi musulmonlar uchrayotgan kishilik huquq tajovuzchiligiga qarshi gap qilishga chaqiramiz dedi. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda, Sharqiy Turkistonning G'ulji shahrida buningdan 23 yil burun yuz bergan qirg'inchilikni xotirlash namoyishi o'tkazildi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi tomonidan tashkillangan faoliyatga turk ommaviy tashkilotlarning qo'llab-quvvatlashiga erishdi. G'ulji qirg'inchiligida ziyonkashlik uchirg'uvchilarning rasmlarini ko'tarib olgan namoyishchilar Xitoy Sharqiy Turkistondan yo'qol, Sharqiy Turkistonga erkinlik degandek shiorlarni to'ladi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining boshlig'i Odam G'olib Sharqiy Turkistonning G'ulji shahrida 1997 yili 5 fevral yuz bergan qirg'inchilikning 23 yillik munosabati bilan namoyish o'tkazganligini bildirdi. U Sharqiy Turkistondagi yig'ib olish lagerlarining taqilishi va xalqaro tashkilotlarning Xitoyga besim ishlatishi lozimligini ta'kidladi. Namoyishga nurg'un kishi qatnashgan bo'lib, qattiq amalliq tadbirlar qo'llandi. Dünya yaqinqi zamonda uchirgan eng og'ir vabolarning biri deb qaralgan va texnicha bir davosi tepilmagan Wuhan o'pka yollig'i virusi sababli o'lganlar soni tez suratda oshmoqda. Bu virus tunji bo'lib tarqalgan Xitoyning Wuhan shahrida bo'lsa, qo'rqinchli manzarlar o'tirg'i chiqishga boshladi. Wuhan shahrida va ommaviy taratqularda keng tarqalgan dahshatli ko'rinishlar xalqaroning diqqatini tortdi. Cuma kuni Beijing doiralari virus bilan yuqumlangan va shubhalik bo'lgan kishilar bilan yaqin aloqa bo'lgan kishilarning majburiy holda karantin lagerlariga elib kelinish kerakligi haqida uqtirish chiqargan edi. Buning bilan Wuhanda tarqalgan qo'rqinchli qo'lga olish videolari o'tirg'i chiqishga boshladi. Angliya kundalik pochta gazeti e'lon qilgan sin ko'rinishlarda olayda qo'g'dash kiyimi kiygan doiralarning kishilarni uylarida majburiy yaqinlardan so'rab elib ketib borganligi ko'rsatilgan. Xitoyda o'tirg'i chiqqan va dunyoga tez suratda tarqalayotgan koronavirus sababli o'lganlar soni shiddat bilan oshmoqda. Bu virusning hayvondan odamga yuqadiganligi aniqlangandan keyin Turkiya Xitoydan jonliq yoki jonsiz chorva mol import qilishni to'xtatish qarori chiqardi. Xitoy taraf bo'lsa bu qarorga norozilik bildirdi. Xitoyning Anqarada turishlik bosh elchixonasining bu haqda e'lon qilgan bayonotida bu qarordan nihoyat hayron bo'ldik. Buningga qarta andishlarimizni va noroziligimizni o'ttirib qo'ymoqdamiz. Dunyo sahiyat tashkiloti ochiq qilib Xitoyga qarshi savdo cheklimiz qo'yishni qo'llamaydiganligini, hatto buningga qarshi ekanligini bildirgan edi. Turkiya tarafining bu qarori Dunyo sahiyat tashkilotining bayonotining ro'yiga xiloflik qilganlikdir. Türkiye tarafni ikki taraf munosabatining yaxshi bir shaklda taraqqiy qilishini qo'g'dashga chaqiramiz deyildi. Amerika Liviyadagi har qaysi taraflarning keng ko'lamli harbiy harakat uchun tayyorlik qilayotganligi haqida ogohlantirdi. Amerikaning Trablusdagi bosh elchixonasi e'lon qilgan yozma bayonotda Liviyadagi har qaysi taraflarning keng ko'lamli harbiy harakatlarni qilishga tayyorlik qilayotganligi haqida ishonchli manbalardan kishini andishiga soladigan uchurlarga erishganligi o'tirg'i qo'yildi. Taylandning sharq shimolidagi Nakhon Ratchasma shahrida bir askar bir savdo saroyining atrofida kishilarni o'qqa tutdi. Hujumda 20 kishining o'lib, nurg'un kishining yaralanganligi bildirildi. Bu askarning oldi bilan harbiy bazadagi ambardan qurol elib, qo'mondonga hujum qilganligi, ondan harbiy mashina bilan qochib chiqib, bir savdo saroyining oldida kishilarga qaratib o'q chiqarganligi o'ttirg'i chiqdi.
Bu yerdagi hujumni naq maydondan tarqatgan qotil, yana qurol tutgan rasmlarni Facebookga chiqardi.